Akalar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tuzimsizlar? Akalar, babichkalar bor. Ukrainadan parvoznoy bo'lib kelgan. Xudo xolosa kaptarlar inshaalloh ishlaydi. Ishlayotgan kaptarlar. Ikkita bolasi ham bor. Tak, kelgan akalar. Chilli bolalarni so'raganlar bo'ladi. Uni o'zimiz chillimizni ikkita listi bolasi chiqqan. Ikkosi ham 5 chivona paypolar ko'rasizlar orqadan. Bularda 500 ming so'mga berib yuboramiz ikki listilarni. Tak. Tullagandan keyin qanaqa bo'lib ketadi bilmayman, chunki mana onasi bosh qora, otasi buni. Otasi bilasizlar o'ynaydi ham. Buni hozir birinchi bolasini bitta ukam Abbosxonga bergandim. Uchirmadi, lekin Valerda ham o'ynayapti. Mana shunaqa bundan ham katta chiqqanda kechaginda aka Valerda ham o'ynayapti deyapti. Lekin bu babichkalar shu tuxumga haydab qoldi. Bularning narxi $150. Haqiqiy Ukrainadan toza qon. Ko'zlari ham dikkidi ko'zi bo'ladi. Sarx ko'z sifatida, qizil ko'zmi shunaqa bo'ladi. Dumi hozir 14 tami shunaqa ekan. 14 tami shunaqa chiqdi masalan. Bu ikki bolasi bor. Bolalari 500 ming so'm. Bolalarni necha hali quvvatga to'lib olish kerak, sababi yaqinda chiqqan ekan. Hali nima deydi? Quvvatga to'lib olmagan. Bolalar unchalik muhim emas. Mabodo qiziqqanlarga ota-onasi bor. $150. Bu Rossiyadan olib kelsanglar, hozir Boburjon akam jo'natyapti. Parasi $200 ga tushyapti deyapti. Buni $150 deyapsiz, kami bor, kelishiladi ancha-munchasi. Buni Ukrainadan bitta karis olib kelgan ekan. Karis 10 ta olib kelgan ekan. Men kelgan ma'lumot bo'yicha kelgan. U yoqqa ketayotganda ular sotib ketgan ekan. Buni bitta akamizda edi, olib o'tib qo'ydim. Mana kelar. Orqadagi modamni bilmayman, orqadagi ular jup ishlayotgan kaptarlar, mana bolalari. Bular shu Ukrainadan kelgan privazni. Haqiqiy ular ham toza qonlar. Keyin o kishmish moda bor. Erta bahordan beri tuxum qo'ymayapti. Uni 150 ming so'm berib yuboramiz. Lekin erta bahor bir partiya ishlagan. Undan beri to'g'ri tuxum qo'ymayapti, yuribdi. Hozir nariyoqqa chiqarib uchiraman desam, Abdurahmon akamga o'tib ketib qolyapti. Ko'zlari ham zo'r, jasadlari ham yaxshi. Qiziqqanlarga aloqa chiqlar. Buni 150 ming so'm arzimagan pulga berib yuboramiz, lekin kutish kerak buni. Qachon tuxum qo'yadi bilmadim to'g'risi. Ammo erta bahor bir partiya ishlagan, shu bayaq tuxum qo'ymayapti. O'shanda ham bitta tuxum qo'yib ochgan, shu bayaq yo'q, to'xtadi. Tak, ana ular 500 ming so'm ikkita listilarimiz. Xudo xolasa bular yaxshi uchadigan bo'ladi, chunki o'zimda bundan oldingi partiyalar uchyapti, undan oldingilar uchirmodik ham, shu Valerda o'ynayapti deyapti. Bu pilimotni bolasi, bular sotilmaydi. Mana shunaqa narxlar. Monolari bularning azimcha tushib beramiz, lekin sal bular quvvatga to'lib olish kerak. Yaqinda chiqib mana qanotlari katta to'lib yurar ekan. Buncha listi bor lekin. Childi bolalar. Buni so'raganlar borda, hozir kim so'ragan esimda yo'q to'g'risi. Lekin stogan ashik moda ham kuchli-da, stogalar shuncha zo'r beradi bolani. Ko'z ham zo'rda. Kelasizlar, ko'rasizlar, holatini olib ketaverasizlar. Hozir Makkani kam yeyapti, o'shaning uchun Makkanisini oshirib qo'yapti-da. Endi drabilga bersak bo'ladi Makka beradi. O'zimiz chillab konkret chiqqan paypolari ham zo'r. Keyin bitta no tomoni bor. Tullagandan keyin qanaqa olib ketadi bilmayman. Oq chiqaramiz, qanaqa chiqaradi. Aloqa chiqarasizlar endi.